Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugungi mavzumiz stiyashkani yorilishi haqida bo'ladi. Ko'pincha shunaqa holat kuzatiladi, ya'ni chopli pul qilganimizdan keyin stiyashkada yorug'lik paydo bo'ladi. Ya'ni ko'p joylarda yorug'lik paydo bo'ladi. Bu joyimizda yorug'lik deyarli yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Xonalarimizda hamma joyini ko'rsataman. Faqatgina mana shu joyga yorug' bor. Bu nima uchun yorug' bo'lgan? Sababi o'sha o'rtadan chetdan bo'lmasa deformatsion chop qilib qo'yilmaganligi uchun yorilgan. Yana bitta narsa, stiyashka yorilishining asosiy sababi chopli pul qilganimizdan keyin, xonadagi chopli pul qilganimizdan keyin mana perimetr bo'yicha demper lentalar chiqmaganimiz uchun stiyashka yoriladi. Ya'ni deformatsion chop deyiladi. Mana shu narsa qilib chiqish kerak. Chopli pulni oldin birinchi mana shu narsadan demper lentani qo'yib chiqib, keyin chopli pul qilinadi. Misol uchun ortiqchasi, mana shu misol uchun ortiqchasi keyin kesib tashlanadi monotonoj yordamida. Bu obyektimizda ham chopli pul qilganmiz. Hozir o'zingizlar ko'rasizlar. Ko'rishingiz mumkin. Qanaqa akkurat ideal turibdi ishlarimiz. Ko'rib odam ochgandan maza qiladi, lekin gap yo'q. Qisqasi chopli pulni olib birinchi biz demper lentalar perimetr bo'yicha hamma joyga o'xshirib chiqqandik. Ming afsus bo'lsinki deydimi? Qaranglar ahvoli. Demper lentalarni mana rakarimizga yurib tashlashgan. Bu santexnik demper lentani yopishtirib ketgandan keyin, qo'yib ketgandan keyin chopli pul qilish jarayonida keyin stiyashka bo'lgandan keyin chiqib qoladi. Tagidan qirqib tashlash kerak. Olib tashlash mumkin emas. Bu obyektimizda qaranglar. Demper lentalarni olib tashlab pastlari shipaklovka qilib qo'yilgan. Ko'rsam, omma shipaklovka qilib qo'yilgan. Lekin bu mumkin emas. Tavsiya qilgan bo'larik, demper lentani mayaraklarimizga olib tashlamasliklarini. O'zingizlar ham klientlarimiz ham ko'rishayotgan bo'lsa agar e'tiborli bo'linglar. Mana shu demper lentalarni olib tashlamasin. Bu xonamizdan demper lentalarni olib tashlagan. Bu turish kerak. Ya'ni stiyashka qiziganda kengayadi, sovuganda to'rayadi. Endi fizika qonuni ko'pchilikka aytsak, stiyashka kengayatsa kuladi o'zimizdan. Lekin bu isbotlangan narsa. Stiyashka agar mana shunaqa demper lentalar bo'lmasa, qizigan vaqtda stiyashka siljiydi, sal bo'lsa ham ma'lum miqdorda. Mana shu demper lentalar ko'rsam siljigan vaqtda yaqinlashadi. Stiyashka yorilishini oldini olgan bo'ladi. Xonani perimetri bo'yicha hamma joyga demper lentalar yopishtirib chiqish kerak. Agar iloji bo'lsa, xonani katta bo'lsa, xonaning razmeri katta bo'ladigan bo'lsa, o'rtadan yana tortib olish kerak mana. Bizning xonalarimizda mayda-mayda bo'lgani uchun, shuning uchun demper lentalar yopishtirib chiqamiz kamroq. Lekin tavsiya qilinmaydi mana bunaqa holat qilib demper lentalarni olib tashlash tavsiya qilinmaydi, chunki stiyashkani yorilishiga olib keladi. Videomizda foydali bo'lgan bo'lsa, sizlardan hech narsa ketmang, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan keyin ham shu santexnika sohasiga oid, qurilishga oid ma'lumotlar berib boramiz. Sizlarga foydasi tegishi aniq, lekin zarari tegmaydi. Xudo xohlasa bundan keyin kuzatishda davom etinglar. Joninglar sog' bo'lsin.